Bolalarning o'sishiga yordam beradigan vitamin preparatlariga nimalar kiradi? Ko'pchilikdan kelgan savolga hozir javob beramiz. Vigantol yoki D3 vitamin tomchilari. Suyak va tishlarning mustahkam o'sishi, immunitetni kuchaytirish, D vitamini yetishmovchiligini oldini olish uchun. Omega 3 kapsulalari. Miya faoliyati, ko'z salomatligi, asab tizimi va yurak-qon tomir faoliyatini yaxshilash uchun. Supradin Kids bola organizmiga zarur barcha asosiy vitamin va minerallarni o'z ichiga oladi. Energiya, immunitet va umumiy rivojlanish uchun. Multitaps Junior immunitetni mustahkamlash, suyak va tishlar o'sishi, nerv tizimi faoliyatini qo'llab-quvvatlash uchun. Vitrum Kids 13 xil vitamin, 10 ta mineral tarkibida bo'lib, bola o'sishi, diqqat-e'tibor, jismoniy va aqliy rivojlanishiga yordam beradi. Bu vitaminlarni siz Ishonch Farm dorixonalaridan sifatli va ishonchli tarzda xarid qilishingiz mumkin. Farzandingiz sog'lom bo'lishi sizning e'tiboringizda.